Otang bozor, onang bozor deganlaridek bugun yakshanba va qishlog'imizda katta bozor bo'ladi, haftada bir marta. Biz esa 200 mingga bozorlik qilamiz. Qani ketdik. Shu joyda bozorlik ro'yxatim qolib ketibdi, yozib olgandim. Tezda orqamga qaytdim. Bozor uyimizdan anchagina uzoqda, lekin taslim bo'lmaymiz. 10 ming qadam yuramiz deb yo'lga chiqdim. Shu yerga kelganda bildimki, qo'limga qo'lqop kiyib olmaganim eng katta xatolarimdan biri bo'libdi. Chunki ertalab juda salqin ekan. Anchadan buyon piyoda yurmaganimgami yo'l juda uzoq ko'rindi va nihoyat to'rva xaltam bilan birgalikda bozorga yetib bordim. Ro'yxatchamga qarab ketma-ket narsalarni olishni boshladim. Kartoshka 5200, piyoz 2000. Rostdan piyoz 2000 mi? deb qayta so'rabman. Tuxumni 40 ming oldim. Shu joyga o'zimni sovuqqa tuxum sotganlarim esimga tushib ketdi. Pomidor, bodring qishda olish eng katta xato, sababi qimmatlashadi, lekin kerak bo'lgani uchun undan ham oldim. O'g'lim bitta mandarinlarni yaxshi ko'radi. Shu mandarinlarni ko'rsam negadir yangi yil esimga tushadi, chunki doimiy yangi yilda mandarin yeyilganligini uchun, lekin hozirda Allohga shukr, mandarinlarni doimiy topsa bo'ladi. O'g'lim yaxshi ko'rgani uchun mevalardan ham oldim. Endi uyga ketaman deb turgandim, qaynotam kelib qoldilar. Yuring olib ketaman deb uyga tashlab qo'ydilar. Faqat zarurlarni oldim, qolgan mahsulotlar bor edi. Xo'sh, mana shu mahsulotlarni oldim. Umumiy holatda 200 ming so'm pulimizdan faqat 4 ming so'm qolibdi. Endi kommentariyaga yozinglarchi, shu bozorligimiz 200 ming so'm pulga arziydimi?